Anda köftürek dostlarla figen faaliyet rasmiken lagmen polonun aksi yedinlama 2. qavat, 3. qavat, 1. qavat, 3 qavat to'liq qo'shabdi. Tamaklı joyida mangoltida qanday bir ko'ngildagidek ish bo'lmabmiz ya. Bizga ko'pchilik xalq degan ish shunasidan shunday yosh qo'llab berdi. Qaç yetishmay, ba'zi cho'ng ba'zi kichik qachida lagmen tigib qoldi, tuqqanlar. To'g'ri tushunma adam o'ylagandimmi? Kichik gap qoldi. Men to'g'ri tushundim buni. Ko'pchilik xalq shunday yosh qo'llab berdilar. Bundan keyin tushuna qo'llab berishni uchun umid qilaman. Rahmat sizlarga. Bilgan lagmen o taqat bundan keyin nima tamoqni chiqishini va boshqa tamoqlarimiz bor. Bundan keyin shu sizlar tomoq har qanday tomoq to'liq chiqadi. Sizlar yig'ilishi to'y tugan, bizda Marika, hemizden to'liq binolar qabul bo'ldi. Mesela bir doda 200dan 300gacha undan chiqroq me'morlar o'nlab qasma putin ashqini bo'lib o'tkazsakmi 3. qavat 2. qavat ayrim sizlarga ajratib qilsak bo'lgan. Misal kelgan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat. Qanchalar bilgan misal tamoq yeb qo'ygan ko'ngil razılar. Hamda biz mush xarida oldik o'zini. Ayni klasni bir anglab baqira. Palet rasmikan. Bu tomoqni biraz yo'ldalaman. Anda palet rasmikan. Raske padraske. Anda bir palet rasmikan. Tomoq o'xshabmi? O'xshabdi. Anda aldirasiz sizlarga be. Maldagidek be. Muloqot qilgan bo'lsak. Qanday pishirlik bormi? Yo'q. Qo'llab jibatamni kelganligi ko'p rahmat ayta. Tomoqingiz o'xshabmi? O'xshabdi. Bizga qanday pishirlik bormi? Yo'q. Rahmat sizga. Shuncha qo'llab kelganligiga. Do'st birodarlar, juda nima o'qish qilgan bo'ldik. Shunda qo'llab berganlarga ko'p rahmat. Bundan keyin mutlaqo qo'llab berishinglarni chin qalbimiz umid qilamiz. Bizga azam tek pishirlik berishinglarni umid qilamiz. Umak lagmaydingmi? O'xshabmi lagman? O'xshabdi. Jiqchiq ya vaqt o'tmaysan yana bor. Aqma? Bu bugun naqma maktablardan tadbiq qilib ketgan. Nurg'ullar ota-onalar bolalarni olib kelsa shuna qo'shildim. Chiqib bugun kelgan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat. Oyda faoliyat davomli qilsanglar lobellama jin faoliyat naqiq qilsa o'zaro qo'llashsa sizlarga rahmat aytaman. Mesela bugun faoliyatimizni mishada o'ng'ish oyoqlashdi. Soatlashma bo'ldi. Kelgan mehmonlar orqamda uzilgan bo'ldi. Kelgan mehmonlar boto boshlar patmay ma yo'lni bir aldatib qoldilar. Ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat Aljan. Meni mushunchilik qo'llab kelgan xalqimizga ko'p rahmat. Sizlarni mulozimat jihatda, tomoq jihatda to'liq rozi qilmagan bo'lsam, tumanchilik bilan ayb so'rayman. Bundan keyin sizlar uchun alam mulozimat qilaman. Bundan keyin yana davomli mushtaq qo'llab turishingni umid qilamiz. O'rni tarmoq, ko'ktirakka, ayni mana 3 tarmoqda qilchaqda bozorni chiqishlarda o'ng'ilab aygalsanglar, ya'ni shu oltin tosh degan mush ochqanimiz shu qavoq, pulov, lag'man, so'mani tatib, to'liq tomoqlarimiz bundan keyin huzuruna sunamiz ham. Tomoq yetkazib qo'yamiz. Yetkazamiz. Alloh qilishim biroz bir deb bersangiz. Tomoq zikaz qilish telefoni 64 20 700 181 99 34 31 11. Boshqa bir aloqalasang bu kamsa ko'p rahmat. Hamshaychi tomoq yegan do'st bir tol naqsiz yurak kulini yo'lishingni umid qilamiz. Rahmat.